Oddiy harakatlar, ovqatlanish, yuvinish, kiyinish uchun doimiy yordamga muhtoj bo'lgan keksa fuqarolarning ahvolini tasavvur qila olasizmi? Bu shunchaki jismoniy qiyinchilik emas, balki ularning qadr-qimmatiga va mustaqillik tuyg'usiga tahdiddir. Bugun biz Isroildagi minglab keksa fuqarolarimiz duch kelayotgan og'riqli haqiqatni muhokama qilamiz. Ularning hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan, ammo ko'pchilik uchun erishib bo'lmaydigan bo'lib qolayotgan yechim haqida gaplashamiz. Bu oddiy qulaylik emas, bu shunchaki texnologiya emas, bu inson huquqi va jamiyatning har bir a'zosiga bo'lgan hurmat. Biz Isroilning keksa fuqarolariga yangi umid berish va ularning hayot sifatini yaxshilash uchun nimalar qilishimiz mumkinligini birgalikda o'rganamiz. Bu mavzu nafaqat qaror qabul qiluvchilar, balki har bir oila uchun ham muhim ahamiyatga ega. Isroilning keksa aholisi o'z hayotlarining eng nozik bosqichida bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu qiyinchiliklar har birimizga tanish bo'lgan, oddiygina harakatlardan iborat. Tasavvur qiling, har kuni ertalab yotoqdan turib, oddiygina nonushta qilish, kiyinish yoki shaxsiy gigiyenaga rioya qilish uchun ham boshqa birovning yordamiga muhtoj bo'lish qanday his? Bu faqat jismoniy charchoq emas, balki ruhiy zulmatdir. Har bir keksaning hayotida mustaqillik va o'ziga xizmat ko'rsata olish tuyg'usi juda muhim. Ular butun umr o'z oilalariga, jamiyatga xizmat qilgan, davlatni qurgan insonlardir. Endi hayotlarining bu bosqichida ularning bu asosiy ehtiyojlari cheklanishi juda achinarli. Ovqatlanish, yuvinish, kiyinish va shaxsiy gigiyenani saqlash kabi vazifalar ko'pchilik keksalar uchun murakkab jumboqqa aylanadi. Yillar davomida oddiy bo'lib tuyulgan bu ishlar yosh o'tishi bilan doimiy yordamni talab etadi. Bu yordam ba'zan oila a'zolari tomonidan, ba'zan esa professional parvarishchilar tomonidan ko'rsatiladi. Ammo har ikki holda ham bu keksalarning mustaqillik hissini cheklaydi, ularning shaxsiy daxlsizligiga va qadr-qimmatiga putur yetkazadi. Tasavvur qiling, o'z uyingizda, o'zingizning shaxsiy boshligingizda ham har bir harakatingiz nazorat ostida. Bu ularning ruhiyatiga qanday ta'sir qilishini bir o'ylab ko'ring. Ba'zilar buni qabul qila olishlari mumkin, ammo ko'pchilik uchun bu ichki kurashga aylanadi. Ular o'zlarini yukdek his qilishadi, o'z oilalariga ortiqcha yuk tushirayotgandek tuyuladi. Bu esa o'z navbatida tushkunlik, yolg'izlik va ijtimoiy izolyatsiyaga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, jismoniy qiyinchiliklardan tashqari yana bir qiyin iqtisodiy haqiqat mavjud. Isroildagi ko'plab keksa fuqarolar kam daromad bilan yashaydi. Ularning tirikchiligi asosan nogironlik nafaqalariga bog'liq. Bu shuni anglatadiki, ularning aksariyati hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan ilg'or yechimlarni, masalan, terapevtik robotlarni sotib olishga qurbi yetmaydi. Bu qiyinchilik nafaqat shaxsiy darajadagi muammo, balki butun jamiyatga ta'sir qiladigan tizimli muammo. Qanday qilib biz davlat sifatida, jamiyat sifatida o'z fuqarolarimizning eng himoyasiz qatlamini qashshoqlik va qiyinchiliklar girdobida qoldirishimiz mumkin? Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini aks ettiradi, balki ularning tibbiy xizmatlardan, texnologik yutuqlardan foydalanish imkoniyatini ham cheklaydi. Oddiygina so'zlar bilan aytganda, ular uchun mustaqil va qadrli hayot kechirish tobora qiyinlashib bormoqda. Bu haqiqatni tan olish va unga qarshi kurashish bizning burchimizdir. Va aynan mana shu yerda bizning oldimizda yangi yo'l ochiladi. Terapevtik robotlar bu shunchaki qimmatbaho o'yinchoq emas. Ular hashamat emas, balki hayotni tubdan o'zgartiruvchi yechimdir. Keling, bu robotlarning salohiyatini birgalikda ko'rib chiqaylik. Ular qariyalar uchun nafaqat jismoniy yordamchi bo'lib xizmat qiladi, balki ularning ruhiy holatini, ijtimoiy faolligini va umumiy hayot sifatini yaxshilashda ham katta rol o'ynaydi. Tasavvur qiling, robot doimiy ravishda yonma-yon bo'lib, kerak bo'lganda yordam beradi, xavfsizlikni ta'minlaydi va hatto suhbatdosh bo'ladi. Bu oddiy texnologiya emas, balki g'amxo'rlik va hamdardlikning yangi shakli. Bu robotlar birinchi navbatda hamshiralik sanoatidagi yukni sezilarli darajada yengillashtirishi mumkin. Isroilda ham, boshqa ko'plab mamlakatlarda bo'lgani kabi, parvarishlash sohasida doimiy ravishda ishchi kuchi tanqisligi kuzatilmoqda.
Terapevtik robotlar bu boshliqni to'ldirishga yordam berib, mavjud xodimlarning ish yukini kamaytiradi va ularga yanada murakkab, insoniy e'tibor talab qiladigan vazifalarga e'tibor qaratish imkonini beradi. Bu robotlar muntazam, takrorlanuvchi vazifalarni o'z zimmalariga olishlari mumkin. Masalan, bemorlarga dori-darmonlarni eslatish, ularni belgilangan joyga kuzatib borish yoki hatto oddiygina ovqatlanishda yordam berish. Bu nafaqat hamshiralarga yordam, balki tizimning o'zini yanada samarali va insonparvar qilish yo'lidir. Ishchi kuchi tanqisligi tufayli aziyat chekayotgan minglab keksalarning sifatli parvarishga muhtojligini inobatga olsak, robotlar bu muammoni hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Ular tunu kun dam olish kunlarisiz, charchamasdan ishlay oladi. Bu esa keksalarning doimiy e'tiborda bo'lishini ta'minlaydi. Eng muhimi, bu robotlar keksalarga mustaqillik, xavfsizlik va kundalik hayotlarini boshqarishda erkinlik beradi. Tasavvur qiling, o'z uyida yolg'iz yashovchi keksa kishi yiqilib tushganda yoki o'zini yomon his qilganda, robot darhol yordam chaqira oladi. Yoki robot unga dori-darmonlarni qabul qilishni eslatadi, uy ishlarida yordam beradi, hatto shaxsiy gigiyena tartib-qoidalarida ko'maklashadi. Bu ularga o'z tanlovi asosida yashash imkoniyatini qaytaradi, o'z qadr-qimmatlarini tiklashga yordam beradi. Robotlar keksalarning har bir kichik ehtiyojini qondirib, ularga ishonch va xavfsizlik tuyg'usini beradi. Bu texnologiya odamlarga qadr-qimmat bilan yashash qobiliyatini qaytaradi. Bu ularning hayotida yangi bob ochadi, ularga yoshlikdagi mustaqillik hissini qaytaradi. Ular o'zlarini yukdek his qilishdan to'xtaydi, aksincha, o'z hayotlarini o'zlari boshqarayotganini his etishadi. Endi bu masalaga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirish vaqti keldi. Bu shunchaki texnologiya haqida emas, balki qadriyatlarimiz, insoniyligimiz haqida. Ilg'or terapevtik yechimlarni, xususan, terapevtik robotlarni sog'liqni saqlash tizimiga kiritish nafaqat to'g'ri ijtimoiy qadam, balki sog'liqni saqlash tizimiga va butun jamiyatga qilingan aqlli sarmoyadir. Bu investitsiya nafaqat keksalarning hayotini yaxshilaydi, balki kelajak avlodlar uchun ham barqaror va insonparvar tizimni yaratadi. Biz hozirda juda muhim chorrahada turibmiz. Bu shunchaki joriy xarajat emas, balki uzoq muddatli istiqbolga qilingan sarmoyadir. Terapevtik robotlar nafaqat keksalarning hayotini yaxshilaydi, balki sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytirishi, tibbiy xizmatlarning samaradorligini oshirishi va ishchi kuchi tanqisligi muammosini yumshatishi mumkin. Sog'liqni saqlash tizimida robotlarning integratsiyasi yangi ish o'rinlarini yaratishi, texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirishi va Isroilni bu sohada global yetakchiga aylantirishi mumkin. Bu bizning jamiyatimizning qanchalik ilg'or va gamxo'r ekanligini ko'rsatadi. Bu bizning kelajak avlodlarimizga qoldiradigan merosimizdir, ularning keksalik davri ham mustaqil va qadrli bo'lishi mumkinligiga ishonch. Biz hozirda bu masalada jasoratli qadamlar tashlasak, kelajakda buning ijobiy natijalariga guvoh bo'lamiz. Bu nafaqat keksalarga, balki butun jamiyatga foyda keltiradi. Shunday qilib, hayot sifatini saqlaydigan texnologiya faqat bir nechta imtiyozlilarga emas, balki unga muhtoj bo'lgan har bir kishiga taqdim etilishini ta'minlashimiz shart. Mustaqillik, qadr-qimmat va hayot sifati imtiyoz emas. Ular asosiy huquqdir. Ushbu robotlar arzonroq bo'lishi va barcha uchun ochiq bo'lishi kerak. Bu degani, ular sog'liqni saqlash xizmatlari savatiga kiritilishi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va barcha hududlarda mavjud bo'lishi kerak. Bu bizning fuqarolarimiz oldidagi mas'uliyatimizdir. Qaror qabul qiluvchilar, oilalar va barcha isroilliklar, keling, birgalikda harakat qilaylik. Bizning keksa fuqarolarimiz bizning tariximiz, bizning donoligimiz va bizning kelajagimizdir. Ularga munosib hayot kechirish imkoniyatini berish, bu bizning majburiyatimiz. Bu mavzu bo'yicha bizning yig'ilishimiz shunchaki muhokama emas, balki harakatga chorlovdir. Biz ushbu texnologiyadan keng foydalanishimiz va uni Isroilning keksa aholisi uchun umumiy me'yorga aylantirishimiz kerak. Ushbu qadamni qo'yish orqali biz nafaqat keksalarning hayotini yaxshilaymiz, balki o'zimizning insoniyligimizni, hamdardligimizni va kelajakka bo'lgan vizionimizni ham mustahkamlaymiz. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaylik.
Bu borada bizning navbatdagi qadamlarimizni kuzatib boring.